Bizda faqat o'g'il bolalar natija ko'rsatmaydi, yana qizlarimiz ham juda ko'p natija ko'rsatish, faqat ularni ommaga olib chiqmaslik, lekin misol tariqasida agar biz ko'rsatmasak, qizlarimiz natija qilmaydi degan fikrga borib qolmanglar. Misol uchun Husnida degan qizimiz Yevropaning eng top institutlariga $300,000 grant yutdi, full ride scholarship. Buni qanaqa yutganligi haqida sizlarga o'zi batafsil gapirib beradi. Men Husnida Hamid, Vengriyani top 2-o'rinda turadigan University of Debrecenga full grant asosida qabul qilindim. O'zi Sodiq Schoolga kelishim juda ham randomli bo'lgan. Kichkina shaharda kichkina tasavvurga ega qiz bo'lganman o'zi. Bitta bola shu kursdoshim angliskida SAT degan narsalar bor, masalan, boshqa davlatda o'qisa bo'ladi u sertifikat bilan, mana shunaqa IELTS degan sertifikatlar bor deb gapirganda, значит chet elda o'qish bu boshqa sayyoraga ko'chib ketish emas, something possible deb o'ylashni boshlaganman. Davay qilamiz, davay topamiz shu narsani degan. Qayerda olsam bo'ladi SAT kurslarini, qayerdan topsam bo'ladi deb qiziqqaman. Keyin menga har xil maktablarni ssilkasini tashlab bergan. Eng yaxshisi qaysi biri, eng yaxshisi men o'shanga borib topshiraman deganda, Sodiq School tanlagan. Chunki nimaga aynan bu joy deganimda o'zi aytgan, bu yerda masalan Toshkentda mana bu buyuk odam bor, mana bu buyuk odam, bu matematikadan zo'r, bu SATdan zo'r, mana bu hamma zo'r odamlarni sanab bergan. Hammasi bir joyga Sodiq Schoolga yig'ilgan degan. Вот, значит, shuni bosamiz deganman. Sodiq Schoolga telefon qilganman, unda avgust oxiri bo'lgan. Qabul yopilib, joylar yopilib, grantga ham, anaqaga ham shartnomaga qolmagan joy. Chunki u 25-avgustda telefon. Keyin men o'zi o'sha paytimgacha 9-sinf bitirgunimcha prezident tanlovlari deysizmi, voucherlar, hamma narsani, что возможно, olimpiadalarda qatnashish, nima bo'lsa hammasini qilib chiqaman. Даже IELTS'im qo'limda bo'lgan. Mana shuni hammasini tushuntirib tashlaganman. Kimga telefon qilganda administratsiyaga, mana shu balki men qabul qilarsiz, balki imkoniyat berarsizlar, men yaxshi o'quvchiman deb, как o'zimni marketing qilganman. Keyin qabul bo'limida unda boshlig'imiz bilan gaplashing deb Hasanxo'ja ustoz nomerlarini berishgan. Ustoz ham shu gapni aytganlar, qabul yopildi, joy yo'q deganlarida, boyagi narsalarni yana sanab berib ketganda, "Sen unda bitta suhbatga kelib ko'r" deganlar. Suhbatga kelganman, imtihon topshirganman. 50 ta savoldan 14 tasiga javob bera olganman, shuni ham 12 tasi ingliz tilida bo'lgan. Keyin qolganlar 38 ta, 42 talab yechgan, men 14 ta bilan o'tiraman. По-любому qabul qilinmadim. Lekin ustoz o'tirib suhbat qilganlar. Tabilim ochganlarda hammasi 5, hammasi 5. 9-sinfda ikkitagina to'g'rim bo'lgan, shu ham tarbiya bilan matematika fanidan. O'zi maktabda matematika, ingliz tili, qadriyat birinchi o'rinda turishni hisobga olsak, to'g'ri kelmayapman. Keyin ustoz tushuntirganlar narxlarini, boshqasini. Ustoz unda menga baribir to'g'ri hammasini qildim. Oxirida qimmat ustoz, men to'g'ri o'qiy olmas ekanman, men ko'ra SAT alohida o'qiyman boshqa deganda, senga 50% grant beraman deganlar. Mana shu o'qi deganlar. Agar sen bizani maktabga nimadir olib kela olaman deb o'ylasang, senga grant o'zimizni hisobimizdan. O'zi grantga joylarimiz tugadi, grantga alohida imtihon olinadi. Lekin senga imkoniyat berib ko'raman, senga ishonaman deganlar. Umrimda unconditional bo'ladi, shartsiz deyman. Unconditional ishongan odam Hasanxo'ja ustoz bo'ladilar. Masalan, birinchi marta ko'rgan bo'lgan o'sha kuni men yig'lab o'rganman o'sha joyda. Значит, o'quvchiga qish nimasiz ham ishonish mumkin ekan deb o'ylaganman. Nimaga yig'laganman? Birinchidan shunga, ikkinchidan, значит, men o'sha narsani qila olaman deb o'ylagan. Qanday qilib qolaman deganman. O'shanda nimaga yig'layapsan deganlarda, ozgina shu narsani tushuntirganman. Sen prosta boshla deganlar. Prosta boshlagin, yo'lga chiqsang yo'l ko'rinadi deganlar. Keyin xo'ng-xo'ng qilib birinchi ko'rish o'tirib, suhbat o'tirib, yig'lab o'tiribman, yosh bolaga o'xshab burunlarim qizarib ketgan. Keyin u dadam o'zi meni maktabga olib kelganlari, tipa ketaman, o'qiyman degan narsa bo'lmagan. Men prosta qanaqadir joyga kirib chiqadi, birovga deb o'ylaganlar, o'zlarining majlislari bo'lgan. Shu dushanba kuni olib kelaman Toshkentga deganlar. Вот, maktabga kirib o'tiraman. Bo'l, ota-onangni chaqir, shartnoma qilamiz deganlar. Endi men ularga kirib, Toshkentdagi maktabga o'qishga qabul qilindim. Kirib shartnoma qo'yib chiqinglar. Короче, basically you have to leave me here degan gapni aytgan. Men qolishim kerak degan gapni qilganman ota-ona. Qazilashyapti deb o'ylab qaraganlar menga. Chunki yana o'sha gapga qaytaman. Men kichkina shahardagi tasavvur hayot haqida tasavvurlari kichkinagina, oddiygina qizman. Какой musofirchilik, какой boshqa shahardagi maktabda o'qish bor. Keyin birdaniga ayam turganlarda bormaydi hech qayerda, o'qimaydi hech qayerda, yonimda yuradi deganlar. Prям shartli aytganlar. Dadam kirib, ha, bitta ko'ray chiqani gaplashib chiqaychi deganlar. Вот. Dadam ham tipa o'zimga yo'q deya olmaganlar, kirib ustozlarga tipa yo'q deylar, qabul qilmadik deylar, tushuntirish uchun kirganlar.
Keyin boyagi Hasanxo'ja ustoz tushuntirganlar, qizingizda potensial bor, nimadir qila oladi, nimadir ko'ryapman bunda deganlar. Keyin dadam ham rostdan qarab qolganlar, g'alati bo'lib qolganlar. Bo'ldi, otimizni sotamiz, molimizni sotamiz, qizni o'qitamiz bunda degan narsa o'zi mendan boshlangan oilada. Bo'ldi. Qabul qilindim. Rostdan maktabni boshida men bu atmosferaga tushib qolganimda o'zimni eng bir past pog'onadagi odam hisoblashni boshlaganman. Hamma nimadirlarni biladi, hamma aqlli. Hamma SATlarni biladi, matematikalarni biladi, meditsina, kim nima, fizik, har xil tarixshunoslar man. Tim более 10 Aga tushganman, вообще samatsekka tushib ketgan. Keyin at least bular qila oldi, bular meni tenglashib, men ham qilaman degan narsa bilan harakat qilishni boshlaganman. O'qimagan kursim qolmagan. Hamma narsa qilib chiqamiz. Proyektlar qilganmiz sinfdoshlar bilan. Yangi narsalar, konkurslar, aksiyalar, workshoplar, hamma narsa ochilgan. Menga ham imkon berishga IELTS workshop ochasiz deyishgan. O'sha C-Lab ochganimizda. Men hech qachon qila olmayman deb o'ylagan narsam, qila olganman. Turns out, men ham qo'limdan nimadir kelar ekan. Keyin boyagi ishonch hamma tarafdan berilishni boshlaganda, zinach men ham qila olaman degan narsa bo'lgan. At least sinfdoshlarim darajasida bo'lay deb chiqib balandroq tog'ga ko'tarilgan, yana balandroq borligi ko'ringan. O'zimni Jizzaximda 7 IELTS olib, o'zimni balomat hisobladim. Bu yoqqa kelib yetdim, hech balo bo'lmay qoldi. U IELTSdan tashqari ham hayot borligini keyin bilib qoldim. bo'ldi. 10-sinf mana shunaqa qilib o'tib ketdi. Ustozlar menda shunaqa понятие bor edi. Bu maktabda hamma o'zini ishini professional tarzda qilyapti. Masalan, ustozlar darsini o'tishini mayli qo'yib turaylik, поддержкасы, объяснение berish, hamma narsani professional darajada qilishyapti. Oshpazlar bizga quvvat bo'lsin deb ovqatni professional tarzda podавать qilishyapti. Qorovullar zo'r anaqa qiladi. Hamma o'quvchi sinfdoshlar tengdosh sifatida eng zo'r yondashuv, eng noprofessional odamni o'zim deb hisoblardim, talaba sifatida. O'quvchi sifatida eng ishini yomon qilayotgan odam men deb hisoblardim. Lekin shu narsa hali ham esimda. Men yutqizayotganimni, pastga qarab uchayotganimni bilgan davrimda ham birinchidan o'zi uyalib qolgandim, ikkinchidan rosa sharoit shunaqa bo'lganda, hech narsa qolmadi qizim uyda sotadigan tipa. Adaji ayam mana shu vaziyat bo'lgan. Uyda nimalari tilla brasletlari bo'lgan. O'shani sotib bo'ldi, qizim sen o'qisang bo'ldi degan hamma narsani sotib yuborishgan. Pus mashq o'qisin degan narsaga kelgan. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Bo'ldi, no way qaytib kelgin, tugatmaslikdan Sodiq school deyishganda, ustozga nima deyishni bilmagan ustoz, men ketishim kerak edi, Jizzaxda bo'lib kelgim kelyapti. Uyni sog'indim degan bahonani qilganman. Keyin nima qilasan deganlar. Uy sog'indim, kirib chiqib yursam, dadam ham sog'inib ketdim. Vibe'ni sog'indim. Faqat shanba yakshanba boraman, unaqa ulgurmayman deganman-da. Keyin bundoq qarab turganlar-da. Qilganlar. Sen rostdan uyingni sog'indingmi deganlar. Ha, ustoz. Shu bir oy nima qilsangiz, ruxsat bersangiz sal borib kelsam deganman. Keyin yo'q, ketmaysan deb ruxsat bermaganlar xolos. Keyin oxiri yorilishga majbur bo'lganman. Mana shunaqa vaziyat. Balki keyingi oydan sal yana boshqacha vaziyat bo'ldi, davom ettiraman deganimda, agar bor muammoing shu bo'lsa, meni hisobimdan o'qiysan deganlar. Keyin prям real shuni qo'limdan olib buxgalteriyaga olib chiqqanlarda, shu qizni nimasini 1 oylik summasini menga yozib qo'ying deganlar. Hali ham ko'z oldimdan ketmaydi. Men yig'lagim kelyapti, lekin yig'lamasam gapirishim kerak bu paytida, rahmat deyishim kerak. Lekin hech qanaqa so'z kelmaydi odamga bu payt. Chunki yana battarroq siqilib qolasiz, buncha narsani ko'tara olmasam, hech narsa qilib bera olmasam deb. Rostdan ham yiqilganman. 1 yil gap year bo'lib ketgan. Jayam yiqilmaganman, uncha pasam uchmaganman, sharqshunoslikka kirganman. Sharqshunoslikka bitta topshirishda o'zim qabul qilinganman. To yana ham jahl qilib yo tashlab ketishlar bo'lmagan. Yana 1 yil imkoniyat berganlar. Sen kelib bizda ishlaysan degan narsani o'zim ishga olaman sen deganlar. Men g'alati bo'lib qolganman. Nahotki hali ham menga ishonsangiz degan narsa bo'lgan. Bo'ldi. 1 yil yurdim, o'sha yerda ustozlik qilib boshqa o'qitib. Yana topshirdim. Yana ishonch berildi menga, harakat qil deyildi. Bu yil ham topshirdim. Qabul qilindim. 2025-yilgi sborga topshirdim. Turkiya burslari, stipendiya Hungariyumga topshirdim. Va eng o'zimga yoqqan soha health science.
Disease Prevention and Public Health fakultetiga Vengriya davlatini hukumat tomonidan to'liq grantini yutib oldim. Davlatning o'zida ikkinchi o'rinda turadigan Debrecen University full scholarship yutdim va bu 14-iyunda chiqdi javobi. Hamma narsa davlat tomonidan qoplab beriladi, hattoki stipendiya, yashash puli ham alohida beriladi. Kontrakt va boshqa summalar qoplanadi va o'qish 1-sentyabrdan bakalavr uchun boshlanadi. Kelajakdagi maqsadlarim anchagina katta. O'qishni tugatganimdan keyin boya aytib o'tganimdek, soham Health Sciences va fakultetim Disease Prevention and Public Health. Bu degani, men O'zbekistonga qaytib, sog'liqni saqlash tizimiga sezilarli o'zgartirishlar kiritishim kerak. Men shu paytgacha qo'limdan kelgancha ma'lum bir sog'liqqa danger bo'la oladigan odatlardan, food habitlardan o'zimni oilamni himoya qilishga harakat qildim. Lekin meni oilamdan tashqari juda ham ko'p oilalar bor. Boyagi qonunlarni, qoidalarni ularga singdirish uchun men kattaroq odam bo'lishim kerak, ovozim balandroq bo'lishi kerak, majoziy ma'noda va men mana shu narsani O'zbekistonga tatbiq qilmoqchiman. Sodiq School bu katalizator. Katalizator bu kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirib beradigan element desa bo'ladi. Sodiq Schoolda potensiali bor o'quvchilar, lekin uni qaysidir yillarda, bir nechadir asrlardan keyin erishaman u narsaga deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. U yerda berilgan support, umid va ishonch boyagi reaksiyani tezlashtirib yuboradi va orzularim men o'ylaganchalik qiyin emasligiga va ularga erishish mumkinligiga shu darajada tez olib borib beradigan joy. Men uchun katalizator. Sodiq Schoolga kelib erishgan eng katta narsam bu Vengriyadagi full scholarship emas. Undan tashqari ancha narsa orttirdim. O'zimni boshqa tarafdan kashf qildim va men orzu qilgan narsalar impossible emas. Rostdan erishasam, rostdan qila olasan bu narsaga degan pointga yetib keldim. Xuddi shu motivatsiya, xuddi shu ishonchni boshqa atrofimdagi tengdoshlarimga berishga harakat qilyapman. Mandaqalar ko'payishini xohlayman balki.